شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Bugünkü dersimiz Sure Baqara'nınki 55. ayeti. Mazmun cəhətdə yanıla şu Banu İsrailға davamlıq əsletmələrini bir vatıdı Allah. Banu İsrail'nin erişkən nimetleri, nimet qarşılıqını görsetken naçar qılıqları. Aslında nimet qarşılığı qarta yaxşı işlerini görüş kerak de buladın. Güzel əxlaqla görünüş kerak de buladın. Şükür görülüş kerekti. Ama bularning inkar qilishları, tenişleri, kupranlıqları bayan qılınmadı. Yani bularga qarta birilgen dünyadaki cazanın nima uchun bo'layotganligini Allah eslatib aslında mundaq ne'mat kelishga odamlar mundaq ish qilish kerak aslında. Lekin bular uning qarshiligida aksicha ish yo'l tutgan bo'lg'achqa, shu bularning dunyoda ko'rayotgan bu xafalıqqa, tartıyotgan bu azabı bu yüzüden deb bizga shuni demoqchiki, agar sizlar Bani Isroildek yo'l tutsanglar, sizlarning ko'radiganinglarmi shunda bo'ladi demoqchi. Buni unutib qolmaylik qarindoshlar. Davomli ilgirki darslardan ta hozirga qadar bo'layotgan so'zlarning hammasi, bo'layotgan masalalarning hammasi, deyilayotgan ifodalarning hammasi shu bizga qaratilyapti. Banu Isroilga so'zlanish orqali Banu Isroilning erishganlari va uning qarshiligida ko'rsatgan inkoslari bularningki ifadeleri bularning bugünkidek xarlıqı qilishig'a sabab bo'ldi ya. Bugünkidek xarlıqqa haqli bo'lishning omili olduğu bizmi aynı şu halga tushimiz agar shulardagi yo'l tutsak. Buni Allah bizga asli tushishni Qur'oni Karimda bu xil shakldagi qissalarni ko'p bayon qilgan. Bugungi oyatim Allah subhanahu va taolo iz kalimasini ishlatib bularga eslatma bir vaqtida, ya'ni aslanglar şu vaqtda manda qilgan to'q degan shaklda davotudu astag'izu billah. Va iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta naralloha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Yani o'z vaqtida sizlar Musaga dedinglarki, ey Musa, biz Allohni uchuq oshkora ko'rib uqmoqcha biz sana iymon etmaymiz dedinglar. Olan sizlarni bir çaqmoq tutdi degani, yani öldünglar jininglarni aldı, sizlarni jininglarni aldım, yani sizlar qarab turib, ko'z oldinglarda mı şu ölgen holatinglar bo'ldi degani. Hammanglar öldünglar shu gapdan keyin demakchi. Yani bu ahvol qachon yuz bergan desa, biz oldingi soatlik darsimizda Musa alayhissalom dengizdan qutuldi qavmi bilan birga. Musa alayhissalom Allah subhanahu va taolodan Tavrat elib kelish uchun ketdi. Ketgandan keyin Banu İsrail ağır derecede hatalık ötkazdi. Şu vaqalik kelgan to'q. Bu ahvol qachon yuz berdi desanglar, yani Allah subhanahu va taolo Musa alayhissalomning qavmiga mo'zayga qilgan ibodatidan keyin tavba berdi. Tavba bergandan keyin bu yana o'zlarininki shu qarshilik xarakteri, moddiy xarakteriga bir qitim qaytdi. Biz ilgirki darslarimizda o'tgan to'q. Bular maddi idisi küçük adamlar. Meselelerge maddi gözülen qaraydı bular degan to'q. Bu qitimmi shunda bo'ldi. Yani bular maddi bir ilah istavatgan. Şu vaqtda bu ko'z ko'ranmaydigan, ko'ngil olmaydigan yoki biz ko'ranmaydigan ilahni bular istamagan. Bu xuddi boshqalar but ibodat qilayotganni ko'rablan bo'ldimi shu xil mijoz qo'zg'algan. Ya'ni biz ko'sak bo'ldi deganda bular. Bular ko'radigan bir ilah istagan bular. Lekin ilah büyüklük ilahninki
O degan g'ayb. Bizning ko'zlarimiz ko'rmaydi uni. Qur'oni Karimda sura An'amning 103-oyatida bu bayon qilinib, la tudrikuhul absar va huwa yudrikul absar va huval latiful xabir. Ko'zlar Allohni ko'rmaydi. Alloh ko'zlarni ko'radi. Ya'ni demakchi o'g'ini Allohni ko'rishdan bizning ko'zimizning iqtidori, bizning idrokatimizning yuqori bir uqum. Alloh subhanahu va taolaning inson idrokatining ustida bo'lganligi Allohning buyukligidan o. Ama maddi, ameli, tuyuladigan, his qiladigan narsalarga ishonib kunab qolgan Yahudilar, bularning aqllari, qalblari Alloh moddaning ustida, ko'zning ustida degan bu uqumni sig'dirolmadi. Biz ko'rsak kultevni debchi. Bularning bunda moddiy qarashlari, bu ahmoqona qarash. Alloh subhanahu va taolo bizning diqqatimizni o'zini ko'rash, dunyoda oshkor ko'rash masalasiga tortib, bu haqda bizga mana bir ifodani beryapti. Va fi anfusikum afala tubsirun. O'zingizda nurg'un dalil faktlar va masalalarga qanday qarash haqida. Allohni ko'rash, ko'rmaslik haqida, Allohning borliq birlik haqida o'zingizlarning jismiga qarasanglar, nurg'un dalil faktlar va ajaba qarab bakmamızda bununla, aql işletip bakmamızda, kömemizde bu ahvalını. Mesela bu noktadan desek, insanda canının bağlıqı, ruhunun bağlıqı, hayatlıqının bağlıqı bir inek mesele. Bunu hemen de itiraf kılıdı. Ölüm hadisi var insanda. Can şuna çıkıp kesse, ruh çıkıp kesse, cisim bir quruq cesetke aylanıdı. Ne hareket yok, ne hiç qanday bir onun da bir narsa yok, hem de bir quruq taşlandık bir narsage aylanıdı. Can olsa, hayatlık olsa, ruh olsa, anlekin ceset orundan turup, menip, hayatta yaşayalaydı. Bunu hemen düşünümüz. Bunu düşüngenkenimiz bizde ruh boğayken, ruhimiz mi kurap bakılı özümüzün ruhini. Bu bir üzen turup, sen turup, sen 100% işini de kan bir ruh bağ turup, üzenin ruhini üzen küremegen yerde. Ruhunun yaratıcısı olan Allah'ını kürmen deyiş, ahmakana qaraş bu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala Allah'ın yani köz bilen idrak kığılı olmaydıgan Allah'ın barlığına en yüksek derece delillerini bizde koydu. Bu delillerini şu her birimizden özümüzde, nefsiste koydu bunu. Bu delilin birisi olsa insan cismindeki babı olan bir ruh. İnsan öyle bilimiz maddenin yaratılgan, maddega ruh kirgizilgen. Şunu olan bu cisimde hayatlık hareket kelgen. Hareket payda olgan, his tuygu payda olgan bu cisimde. Demek senin cismindeki bütün hayatlık ameliyatda sen görüyatkan bu maddega ait emas, senin aldığındaki. Ma kollarımның şu anda medirişi, tillerimның medirap gepki kelişi, közlerimның silani körelişim bu qulamның alahidligi. Yoki jismimning alohidligi yoki ko'zimning alohidligi emas, balki qo'l, shu ko'z, shu tilni harakatlantirayotgan bir jismga oid u. Ya'ni uningsiz harakat qilolmaydigan bir narsa bu. Demak, bu alohidliklar, buning mana qo'llarimni planishib harakat qilayotganim, til so'zlayotgan alohidliklarning hammasi ruhga oid. Bu ruhni biz bilmaymiz, uni ko'rmaysan uni sen, faqat illoki bu ruhning ta'siridan bilsa, jimjit yotgan bir jasaddan birini ko'rib, bu yoqqa tortib, hech harakat qilmasa, jin yo'q ekan buning deymiz endi. Bunda qarab azroq madrasa jini bor ekan deymiz. Bu bir jonning boyoqligini bir ekronga chiqmaydi, dening ekroni yo'qki, faqat insonda ko'riladigan hayotlik ta'siriga qarab turib bilamiz buni. Jon chiqib ketdimi, hayotlik ketdi. Cisim, insanın cismi bir cesetke aylanıdı. Bu hemen biladigan mesele. Acaba muşu mesele kallamızda inip turup Allah'ını kürüş babıga kelgan vaqtda o davalarını qilishimiz bir ahmoqonlikda. Yani senin cismindeki bu ruh, sana hayatlık berayotgan bu ruh ne? Sende batırıp sen kürenmegen yerde Allah subhanahu wa ta'ala'nı qanday ko'maksin? Qanday bilasan sen? Avval sen Allah subhanahu wa ta'ala'dan seni cismindeki ruhunu bilalaydigan bir qilib qilishni so'ra. Sen avval cismindeki ruhunu bil.
Lekin Allah subhanahu ve taala bunu kesin meselede ruh Allah'ın meselesi. Bu insan bilemeydi dedi. Yani Sure İsra'nın 85. ayetinde ve yes'alûneke anir ruh kulur ruhu min amri rabbi ve ma utitum minel ilmi illa qalila. Ruh meselesi Allah'ın meselesi o. Sizler bunun qarda sizlerdeki malumat az kılıdı. İnsanların biladiğinden az degan ma'noda bu oyatni keltirdi. Yani ruh Allah'ın bir mahluqi turib, sen onu bilenmegen yerde, o ruhning xoliqini qanday bilmoqchi bo'lsan sen uni, qanday tamoq qilsa uni bilman deb. Misha kelgan vaqtida biz bugungi oyatga qaytadan bir inchga qarasak, va iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta naralloha jahratan da bir inchga bir ifoda uslubi bor. Yuqoridagi mazmun tugagan bo'lsa, Qur'onning ifoda, nozuklik, inchkiligiga qarab baqish to'g'ri keladi. Ya'ni naralloha jahratan degan mushayatda nara degan bir pil var. Arabchada bilimiz ra'a pilisi dil pillarining qatorida nima bilamiz buni? Bir narsani bilish, uqishni nara bo'ladi. Buningdan oshkora kurash degan gap chiqmaydi. Ama kendiki cehratendan anlayken aşkar uçuk köreş ifadesi çıkıyor. Madaş etken yani Kur'an-ı Kerim'den başka yerlerde elem tara keyfe feala rabbuke elem tara. Bu mu közlen köreş emez kalp bilen köreş. Era'eyte men ittehada ilahehu hava. Era'eyte ellezi digen yukezzibu biddin digen amistiki ra'a fiilisi esle kalp bilen köreş okuş biliş maniste. Bu hukum bilen itqa vaqtda hatta narallah hadise biliş hukumu qoladi. Bu talep normal talep. Ama bularning talab qilganidan da bilishlar emas. Oshkor ko'z bilan kurash. Buni nima ifodalaydi desa, jahratan ifodalaydi. Ya'ni endi ra'ning ma'nosi alima ma'nosida, ra'ayta degani alimta degan ma'noda, lekin jahratan degan so'z bilish degan hukmni yo'qotish. Faqat oshkora, ro'shan o'zingda a'zolari, his ko'z, quloq degandek his a'zolari bilan bilalaydigan bir ko'rishni talab qilganligini ifodalaydi. Mana bu mushu jahratan deganning oshkora kelganligi ma'runda bularning yahudilarningki moddiy tarafni chong tutib olganligining bir dalili. Moddiy taraf. Bu moddizmchilik, moddiga birilish bularning hayot asosi. Biz bularga deymizki, sizlarning suolinglar bu dötlaç suol bu. Yettasim bil g'aba degani dötlik bilan nisbatlangan savol degan dötlaç suol bu. Sizlar Allah subhanahu va taoloni oshkor ko'rimizni talab qilgan vaqtdagi bu savollar bir dötlaç suol bu. Aslida Allah subhanahu va taoloning sizda bir ifodalari bo'ladi. O'zinglar qarasangiz bilalasizlar uni. Shunglashqa sizlar o'sha ifodasini mavjud bo'lgan zotga solishtirish uchun talab qilyapsizlar ko'rimiz deb. Zaten kallamizdagi uqum bu to'g'ri kelamdi kelmamdi degandek. Bunda deyishimiz, mesele aslında Allah'ın ba yo'qlik meselesini tunish meselesi olgandan keyin bo'lgan ahvol bu. Ya'ni Allah'ni ba deb tunisizlar, kalangda bir uqumu va amaliyat mavjudligini o'sha uqumga solish uchun bo'layotgan masala. Endi bularni bunaq deyishga rag'batlantirgan ish nima bo'lsa, Musa alayhisolamning Allohni ko'rib baqish talabi va sura Arabda 143-oyatda Musa alayhisolam dedi: "Qala robbi arini anzuru ilayk qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa." Yani Musa alayhisolam dedi ki: "Ya Rab, üzerine bir köz tutib qo'ysang, bir ko'rsanmansin" dedi. Allah dedi ki, "Meni ko'rolmaysan. Ama taqqa qara. Agar o'sha taq o'rinda muqim turarsa, tamam meni ko'ralaysan." Allah o'zining nurini taqqishunda yerda taq tap tuzlab ketdi, parchalanib portlab. Musa alayhisolam yiqilib tushdi. Ya'ni bu yerda bilib olishga tegishli, biz bilib olishga tegishli muhim bir nuqtadan birisi Allah subhanahu va taoloni dunyoda ko'rish masalasi kesin masala. Bu ko'ngil bo'lmaydi yani. Bu bizning idrokatimizning yuqori bir ahvol. Ya'ni buning yo'l yo'q. İnsan o'zining insani jismida lam bo'ladi ekan, uni ko'rolmaydi. Chunki inson o'zining o'sha insoniy jismida dunyoga yaratilgan buning uskunlari, ko'z, quloq, burun, til, mush uskunlari, a'zolari dunyoga yarasha o'rinlashtirilgan va uning programmasi ruhiy yana dunyoga yarasha berilgan bir maxluq. Yani bu bedenning, bu jismning idrokat masalasida bir qonuniyati bor. Biz bilmaydigan nurg'un ovozlar bor. Hayvonlar biladi. Biz bilmaydigan chastotlar bor. Hayvonlar biladi. Buni bu sohadagi odamlarimiz biladigan masala. Ammo
biz ülüp, cismimiz qilib, ruhimiz ketib, qiyomat bo'lgan vaqtida o'xshamagan bir qonuniyat bilan boshqa bir xalq qilamiz o vaqtida. Dunyoga yarasha yaratilgan biz. Yani kichik tug'ilib, o'sib, yetilib, uyg'onib, qeyrib, yashinib, o'lib, mana şekilde. Yani özgürümüz biz bu dünyada. Ama ahiretlen kanuniyeti o'xshamaydi. O vaqtida bizga ahiretga yarasha tugmaydigan, ölmeydigan, mayli dozaqqa tushsakmi, jannatga tushsakmi, Alloh dozaqdan saqlasin. O'tni ko'ysakmi, Alloh saqlasin, yoki jannat ne'matlarida yayrab ketsakmi, o'zgarmaydigan bir urunlashtirilish elib beradi bizga qiyomat kuni. O boshqa bir qonuniyat o. Biz meselelerni dünyadaki bizde buluvatkan kanuniyet yoki ahvolimiz bilan tasavvur qilishga bo'lmaydi. Dünyada bedenimizden mesela tamaklarının kaldıkları çıkıp ketişecek. Sen onu çıkıp etişin gerek bedenlerimizden. Ahirette kaldık yok. Dünyada biz vakit çekimiz küçülüyoruz. Yani bizde vakit kontrol kılıyordu. Ama ahirette vakit meselesi yok. Çünkü insan daima yaş haleti duruyordu. Demek dünya olan ahiret meselesi de bir özgürlük oldu. Biz şu ama dünyadaki urullaştırılgan üskünler, beden, idrakat dünyaya mas şekilde lahilengen olsa ahirette o beden, o cisim, o idrakatla ahiret yarışa urullaştırıldı. Demek bu yerdeki ölçem kıyamet gündeki ölçemden başka ölçem. Kıyamet günündeki mesele bu yerdeki mesele emez. Hem de dünyada senin muşu lahilenişin, muşu bedeni olan Allah'ını göremez. Ama ahirette senin lahileniş ve bedenin Allah'ın sana aşkar oluşu yol koyduğu vakti. O vakti Allah'ını göreleyse, o vakti kütüreleyse sen o vakti da bu ahiretteki yüksek derecedeki bir nimet bu. Hazır sen Allah'ın kudretinin tesiri diye yaşavatsa dünyanın hemisi şu. Ama ahirette Allah'a karğıcı şekilde yaşayırsan ahirette. Bu hakta Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet günüsü şu nimetlerin güçlerini ispatlab vucuhu yevme idin nadira ila rabbiha nazira. Rabbiga qarab yaşaydı deydi bu vakta. Yani insan dünyada mesela deyli nurgun üsküllerini icat kıldı insanlar. Bu üskülle insanını normal küzülen köremeydiğin nesini körüş imkaniyeti ega qildi. Mesela inchki kichik narsalarni mikroskop vasitasiyle köreleydi insan. Yiroq narsalarni teleskop vasitasiyle köreleydi. Unda o'ylab baqsak ko'z ko'midi ani. Ama bir üskünge tayinib kichik narsalarni ko'rdik, yiroq narsani ko'rdik. İnsanning dunyodagi bu qilgan bu ishi köremeydiğin narsani köreleydiğin qilgan yerda ahiretdeki Allah'ın kudretine nispeten qanday tushunamiz endi buni. İnsan dünyada onu bunu qilgan bir teleskopdan birini yasab, mikroskopdan birini yasab, yiroq yoki kichik narsalarni ko'raladi inson azroq shulan. Qiyomat kunisi ko'ramamda Alloh qudrati bilan insonni o'zgartirsa masalan. Tabiiyki bu dudda. Masalan bir misol olaylik, oddiy misoldan birisi. İnsanning ko'zi ojizlashib qolgan vaqtida ko'zi ko'masi bo'lib qoladi demoqchi. Ya'ni sus ko'radi. Doktorunun kaşığı olsa doktor onun közenek takashını buyuruyordu. Közenek şuna takasa asus nesle şakkıda roşelleşiyordu. Yani azraqla özgertiş kirgizuvedi közünün üstüge bir neslerini takap sus nesle roşen haleti kurduğun bir halet geldi. Yani insan bedende bir özgeriş edip beriş arkalık insandan bir neslini kürüştü mü parak oldu. Mesela yani usturak bir doktorunun kaşığı bağırsak közde bir operasyon elip bağdı. Közenek takaştığını bir hacet olurdu. Közeneksiz mi kurdu? Mesela ben kömeyme. Bir neslerini inik kömeyme değil. Doktorundan kaçıp alsak operasyon kılsa körüdüğün bulumuz. Közde bir hizmetlerini ebbadı körüdüğün buldu. Demek insanın bedende özgerişle elip basa burun imkaniyeti yok nesler mümkün bulurdu. Bu bir dünyadaki addi özgerişlerdi. Ahiretki vaxtida dünyadaki bizning lahilengen bu bedenimiz kolumuz, çeçimiz, küzümüz, kuluqumuz, burunumuz çıkıp bedendeki işleydiğen her bir a'za dünyada kaldırılıp yeniden ahiretki mas şekildeki a'za verilse bizning ahirette hazır küreş tasavvur kılanmagan idrakatımızın yuqori narsalar tabii ki bizning
dairimizin tahtiga kirdi oxiratda. Shunga dunyodagi o'lchamni oxiratdagi o'lchamga solmaslik kerak. Qur'on hadislardagi oxirat haqida kelgan masalalarni dunyo idrok, dunyo tasavvuri bilan tasavvur qilmaslik kerak uni. Ya'ni biz yuqoridagidek bir dunyodagi ozroq o'zgartishlar bilan shu xil darajada bizda idrokat doiramizda o'zgarish bo'lganligini tushungan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo maxluqlarni, xalqlarni boshqadan lohilab o'zining qudrati bilan Allohning cheksiz qudrati-ku, Allohning qudrati cheksiz bo'lgan, masalan ko'zni qaytadan yaratishdiki Allah subhanahu va taoloning o'zini ko'rish orqali huzuruna oladigan darajada qayta yaratishdiki cheksiz qudrati bilan bir hozirlasa bizni bu haqda bizning tushunchamiz nima bo'ladi? Buni qanday tushunsak bo'ladi? Tabiiyki, u vaqtning qonuniydi, dunyo qonunidan boshqa bo'ladi. Allah subhanahu va taolo Musa alayhisalom bilan bo'lgan masalani keskin kesib o'tdi. Ya'ni uning inson ojizligini ko'rsatib qo'ydi. Chunki tog' o'zining shuncha kuchi, shuncha zo'rligi bilan Allohning nurini ko'taranmadi va poch-pochlab qilyapti Allohning nuri tog'ni. Xuddi bu yerdagi masala Alloh Musa alayhisalomga shunaqtini tushundirmoqchi bo'lgandek. Taqqa qara, taq o'rnidan tura olsa, sen ko'ra olaysan deb tog' poch-pochlab ketib Musa alayhisalom ushini ketdi ya. Bundan nimani tushundirmoqchi desa, Allah Musa alayhisalomdan o'zini kurashni chekildi, o'zini ko'rsatmadi. Nimishqa? Rahmat qilish uchun. Chunki insonning dunyodagi lohilanishi, yaratilishi ko'taranmaydi uni. Ammo qiyomat kuni ko'taralaydi. Chunki vaqtda boshqa yaratiladi. Chunki bu mujna poch-poch tub-tuzlanib ketish taqqa yuz bergan bo'lsa, Musa alayhisalomga yuz berish mumkinchiligi nima bo'la, nima yuz beradi deb tog' par olib ketgan yerda Musa alayhisalom nima bo'lib ketadi? Musa alayhisalom bir tog'ni, Allohning nuri oshkor bo'lgan bir tog'ni ko'rib vujudini ketgan bo'lsa, agar Alloh o'zi oshkor bo'lgan bo'lsa, Allohning o'zini ko'rgan bo'lsa, nima bo'lib ketadi? Bu yerda bir tasavvur qilish kerak buni qiladi. Ya'ni demak, inson dunyoda bir shaylarni bilishdan, idrok qilishdan ojiz keldi. Chunki u mushu imkoniyat bilan bir yaratilgan u. Tabiiyki, bunda bo'lgan vaqtida idrokatdan ojizlikka bir idrokat. Ojizlikning o'zi bir nima idrokat. Chunki idrokatdan ojiz kelganlikning o'zi Allohning azimatida bo'ladi. Allohning buyukligida bo'ladi bu. Ya'ni Alloh buyuk bo'lgan yerda ojiz qiladi. Insonga berilmagan nuqtalarda ojiz qildi inson. Musa alayhisalomning qavmi Musa alayhisalomdan Allohning oshkora, oshkora ko'rishni talab qilgan vaqtida bularni bir chaqmoq tutdi. Ya'ni bular o'ldi, bular qarabmış, ko'z tuzlam chaqmoq ketlan tutdi. Bular mushundoq bir Allohga jur'at qilgan vaqtdan tutdi bu chaqmoq bularni. O't bularni shu vaqtda tutdi. Bular o'ldi shu vaqtda. Amiyadagi chaqmoq deb tarjima qildik sayiqani. Sayiqa shu ya bundan kelgan bir o't yoki darhol tushgan bir azob bo'ldi. Qaysosi bo'laverdi. Chaqmoqda tushdi bu azob. Muhimi bularni bir bala o'ziga oldi. Bala o'ziga olgan bir bala oldu bu. Yani bu sayiqa bu vujudun ketish bu chaqmoq yani Musa alayhisalomga yetdi. Hammadan shuning ta'sirida tugidamdi. Yani kinki derslarda keladi. Musa alayhisalom vujudni ketdilik. Ammo qolgan odamlar o'lib ketdilik shu vaqtida. Summa ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun. Undan keyin mana Mavla Allohga jur'at qilib biz bir ko'rib baqsaq, biz ko'msak ishonmaymiz degandan keyin bular bir chaqmoq qilib hammasi o'lgandan keyin biz sizlarni tirgizdik. Yana tirgizishimizning sababi shukr aytamiz kedani, shukr aytishinglar uchun. Alloh subhanahu va taolo bizga Allohni ochiq oshkora ko'rsatib qo'y degan kishilarning hikoyasini bizga to'liqlab bir vaqtda yana oxirisida davotdi. Musa alayhisalom ham bu yerda chaqmoqqa uchirgan Allohga qarashni talab qilgan vaqtida, lekin ikki holatni o'tirdi farq bor. Oyada va kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayk va ana awwalul mu'minin degan bir oyat bor. Musa alayhisalom vujudini kilib yiqildi. Vujudini kilivdi dediki, ey Alloh o'zri pak, men sizga tavba qildim, mu'minlarning tunchisiman dedi. Musa alayhisalom tog'ni ko'rib yiqilgan vaqtida o'lmagan, vujudini ketgan. Ammo Musa alayhisalomning qavmiga kelgan vaqtda masala unda emas. Musa alayhisalomning qavmi boshqacha bo'lgan. Ya'ni Musa alayhisalom bilan billa Alloh subhanahu va taolo falamma afaqa dedi. Musa alayhisalom vujudini ketgan vaqtda vujudini kelganda dedi. Ya'ni demakki bu yerdagi iboratga qaraganda chaqmoq Musa alayhisalomga bir vujudini ketish olib kelgan. Musa alayhisalom vujudini ketgan demak. Musa alayhisalom vujudini ketgan, o'lmagan. Ammo Musa alayhisalomning qavmiga kelgan vaqtida summa ba'athnakum min ba'di mawtikum. Biz sizlarni o'lgandan keyin tirgizdik deyapti.
Musa alayhissalom Allohni ko'rib boqay degan vaqtda bir tog'in porlab ketganini ko'rib bilan vujudin ketdi, vujudin keldi. Iborat bu. Qur'onning ishlatgan ifodasi bu. Vujudin ketdi, vujudga keldi. Ama Musa alayhissalomning qavmiga kelgan vaqtda bularni shu sahiqa tutdi deblam, keynedilar biz tirgizdik o'lgandan keyin bular o'lgan. Musa alayhissalom vujudin ketgan, Allohdan bir o'zini ko'rsatishni talab qilgan vaqtda, ammo qavmi o'lgan. Yani xuddi Musa alayhissalomning qavmi amaliy chaqmoqning ta'sirida amaliy o'lgandek, Musa alayhissalom o'zligini o'shaga kelgandek bir ifoda. Ya'ni chaqmoq tekkan shu kishilar Musa alayhissalomning qavmidan bular o'ldi. Ondan keyin Alloh bularni, ondan keyin tirgizildi. Nim deb bular bir mushorak qilib Allohning bergan ne'matlarga shukr qilamiki degan umidda. Ammo bularning shukr qilishi tas, chunki bular mashta bir mijoz jihatda, xarakter jihatda bir xil qarshilik xarakteri o'ynab ketgan xalqlar. 57. oyatda da'vatida vazallalna, ya'ni bularga uzluksiz bir bergan ne'matlarni aslatıyotdi. Ne'matlarni aslatıyotdi. Vazallalna alaykumul ghamama va anzalna alaykumul manna was-salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum va ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Biz sizlarga bulutni soy tashlab berdik, soy qilib berdik da'vatidi. Tabiiyki soyga intayin ehtiyoj bir vaqt bor. Ya'ni bayovallarda, cho'llarda bir narsani ostiga kirib olay debmi kirib olmaydigan. Şu quyoshning qiziqlik ostida ya kuydigan bundaq bir holatlarda biz sizlarga bulutni soy qilib berdik. Biz sizlarga taranjibin bilan bödünü çukuzib berdik deydi. Yani yeydigan uzuq tuluk ve qush go'shi qatorliq yemekliklarni çukuzib berdik. Biz bergan rizqning paklaridan yangla va ma zalamuna, ular qilmish orqali bizga qilmadi. O'ziga zulm qildi deyapti. Qilgan ishining vabali bizga emas, o'ziga deyapti Alloh. Endi Alloh subhanahu va taolo Banu Isroilga o'zining bergan ne'mat mo'jizalarini eslatmoqchi bo'lyapti degani. Yani bizga shuni ko'rsatmoqchiki Alloh Muşundaq nimetler bolsunmu Banu İsrail özününki qarşılıqı, özününki şu ta'tirlik bilan yaşadı deganni ko'rsatmoqchi. Yani Banu İsrail Allah subhanahu va taolani oshkora ko'rishni talab qilgandan keyin Alloh chaqmoq ularni o'ltirdi. Ondan keyin Alloh ularni yana shukr qilish umidi bilan qaytadan yaratdi, tirgizdi. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo yana Banu İsrailga bergan ne'matlardan boshqa bir ne'matlarni bizga tilg'ilib deyotdi. Dediki, aslanglar sizlar, o'ylanglar. Öz vaqtida bir sahroda etdinglar. Sahroda sizlar quyoshning qiziqligidan, qattiq qiziqligidan saqlanadigan hech bir soyvanmi yo'q. Soylaydigan o'rinmi yo'q. Uni boshqa suvmi yo'q. Sahroda o'simlikmi yo'q. Mushta vaqtida Alloh sizlarga bulut bilan soy tashlab berdi. Bulut Allohdan bo'lgan bir rahmat yuzidan keldi. Ondan keyin manna bilan salva keldi. Oyatda manna va salva deb ikki iborat bor. Manna degan nima desanglar, shu tong Tişilen quyosh chiqishining o'tirida daraxtning yo'pirmoqlarida yig'ilib qoladigan bir qizil bir chiqitchilar bor. Bu ham Iroqda hozir qadar bor deydi. Bizning yurtlarimizda bo'lmagandan keyin bizning tushunishimiz tasga tushishi mumkin. Yana bu shu vaqtdagi kishilarning bir uzuq tuliki ekan. Ya'ni atdiganda kishilar oq adiyallarni ekilib daraxtning ostiga selib, daraxtni qattiq eg'itdi ekan bunda silkishlab. Shuning bilan daraxt yo'pirmoqlarning ustidagi shu bo'lgan donchilar, tomchilar adiyal ustiga tushdi ekan. Buni yig'ib bu shu vaqtdagi Iroq tavasidagi kishilarningki taqliq turi, mizlik taqliq turmi bo'ladi ekanda bu. Buningda bir xil qaymoqning ta'mi bor ekan, hasal hasalininki bir xil huzuri bor ekan. Buni biz yapaqmidik tabiiyki. Muşu narsaning o'zi manni ekan. Buni Muhammad Salih Damullah ustozimiz Uyg'urcha Qur'onda taranjibinni tarjima qilib, taranjibin bizga nisbatan bir yot narsa bo'lishi mumkin, ammo tushuntirilishi bu. Ya'ni tong otgandan keyin kun chiqish bo'lganlikda daraxtning yo'pirmoqlarida paydo bo'ladigan bir doncha kichik narsalar buni eg'itib, yig'ib aslida adiyaldek narsani silib, eg'itib, tushgandan keyin yig'ib tamoq qilib yesa, mizlik. Ya'ni buning asosli eng chong roli uzuqluq, badanga uzuqluq bularmış bu. Yani bu odamni uzuqluq bilan ta'minlaydigan, oson hazm bo'ladigan, badanga oson simiriladigan bir mizlik taqliq turining bir turi ekan shu vaqtda kishilar. Yani badanni uzuqluq bilan ta'minlaydi ekan bu. Yani Allah subhanahu va taolo bu mannini, yani taranjibinni bularga nisbatan hayot yiqilg'usi qilib berdi, uzuqliq qilib berdi badanga nisbatan.
Bu sahrada bu terencibin bularga energiya beradi deydi. Ama selvaga kelsak, selvani şu büdünü deb tercüme qilib, bu osmondan keladigan bir qush bo'lib, ismi büdüne bir top keladi, nereden keladiganligini manbasini bilmaydi. Şu yerda qap qoladi, bular tutib, o'ltirib, yeb, mashta qiladi endi. Tabiiy qochmaydi bular. Unga alohida bir nima ishlatmaydi. Shu kaplan şey keladi, tutib, yeb, o'ltirib, mashta uzoq qiladigan gap. Yani Allah Subhanahu wa Taala bu Yahudilarga, Banu İsrailga muştaq güzel rızıqlarını, meyli bulut, ularni quyoshning qiziqliqni saqlaydigan bulut olsun, yoki ularga hayot yiqilg'usini beradigan taranjibin bo'lsin. Ularga uzuq-turuq sifatida budun olsun, mushlarni Allah Subhanahu wa Taala rizq qilib berdi. Mushlarning hammasi osmondan bular birar jafo tatmasdan, ishlamasdan kelayotgan uzuq-turuqlar yana bularga. Ammo bular g'aybiyatga bo'lgan iymonining bo'lmaganligi tufaylidan, g'aybiyatga iymon etmaganlik, ishonish yo'q bularda, bunda bo'lganlik tufaylidan moddiy ishlarni istedi bular. Yani bular aşı menni bilan salvaning kunlarning birida üzülüp qilib, nima ish qilishdan qo'rqdi bular. Hozirga kelyapti. Keyin to'xtab qolsa qanday qilamiz deydigan bir xil qo'rqinch bor bularda. Agar bular haqiqiy mo'min bo'lsa, deytdiki, bugün bizge menni bilan salva bilan taranjibin budun bilan rizq bergan Allah bizni zayi qilmaydi deyish kerak bularga. Allah Subhanahu wa Taala bularga o'zining tamoqlarini kunda osmondan tushirib turyapti. Bular bu ne'matni shukr bilan qarshilashning o'rniga inkor bilan qarshilayapti bular. İnkar qilyapti buni. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nınki bu yerda "Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun" degan so'ziga kelsak, dal shu ahvollarda yani Allah Subhanahu wa Ta'ala 3-chi qatim Musa alayhisolamning qavmining o'zga-o'zi qilgan zulmi haqida so'zlayapti. Yani birinchi qatim "Va antum zalimun" dedi, oldingi darslarimizda chiqdi. Ikkinchi oyatda "Zalamtum anfusakum" dedi. Ma oyatda "Va ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun" deb 3 xil shakl ifodalayapti bularning o'zga-o'zi qilganini. Yani ilgirde öttü, ben dedim, hiç kim Allah'a zulüm kılanmaydı. Allah'ın saatlik derslerde öttü ya. Çünkü Allah özünün kudreti, güç kuvveti, büyüklüklerini kapkalıyı verdi. Zemin ehlinin hemmesi kafir olsun mu, o Allah'ın büyüklükünü kemeytemeydi. Zemin ehlinin hemmesi iman etip geçsin mi, o büyüklükünü aşıranmaydı. Allah'ın kudreti devam kapkalıdı, Allah'ın gibi devam kapkalığı verdi kelimesi. Lakin del zulüm kıldığı adam biz özümüzge zulüm kıldığını şu. Yani biz özümüzne halaketçilik, azap orullarına ekep koyumuz. Hiç kana nersini bizge beğenmey o işler, o biz kıgan o halaketçilikler, biz özümüzne halak kıp kutlanmayımız onun yana. Azaplanmamız yana. Biz özümüz gözümüz kılımız. Biz yukarı diğerimizdeki dünya özgürüşen dünya bu. Sen hazır erişivatkan nimet senden yok oldu. Ya sen onu ölüm arakalık taşlaysa, ya o seni taşlap senden yok oldu. Dünyadan, şu emellerini kötüp çıksa bu dünyadan, her şey yok oldu, günahların kapkalıdı, günahlarını kıyamet günü ebbarsa, şu aşka Allah Subhanahu wa Ta'ala'ga asi olup, Allah'ın dinine karşı çıkardı, üzgü zulüm kılan buludu. Demişka? Çünkü o, şu günah cinayetlerini, yani şu o üzgü kılan zulümü, şu kılan günah cinayetleri, o ne? Mengülük azapqa so'rab apurdi. Mengülük azapqa. Buni bunday qilish sabab nima desa, ya bir nupuz, huquq bu tamasi yoki mol tamasida ashta olib qoladi, mengülük azapqa so'ralib qoladi, so'rab apurdi. Halbuki bu mol, bu nupuz yo'qoladi. Qisqa mezgildan keyin davom qilmaydi u. Mush qisqa mezgillik mol dunyo yoki nupuzni da mengülük azapqa duchor bo'ladigan gap. Xuddi o o'zini qisqagina naq bir havasni birib o'ziga mangulik ne'matdan mahrum qilgandek bir holat o'g'ach bu. Ya'ni necha kunlik bir gaplarimiz bor ya, atiki go'shtdan bugungi o'pka yaxshiydigan. Mujning o'xshagan necha kunlik qisqagina vaqtlik ishlarni deb mangulik erishadigan fursatdan mahrum qolgandan keyin bu o'zgi-o'zi qilganlik, o'zgi-o'zi zulm qilganlik. Banu İsrail aynı şekilde mushkil yo'l tutgan kishilarning qatoridan. Shuning bilan bugungi darsimiz mana to'xtasin. Inshaalloh Banu İsrailning qissasini davomli o'qiymiz. Qissamizning davomi kelasi soatlik darsda davom qiladi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.